ayol qancha kitobxon bo'lsa, masalan, diniy kitoblardan o'nlab, yuzlab kitob o'qib tashlagan qizlar bor. Shayx hazratlarining kitoblarini hammasini o'qib chiqqan qizlar bor. 18 yoshda, 19 yoshda, 20 yoshda shu qizlar. Ular uchun qizig'i yo'q. Masalan, dunyo izdiyu boshqasini qizig'i yo'q. Oqila ayol, haqiqatan fikri ham ancha ochiq bo'ladi. Mahr masalasida ham asosan ularni qiziqtiradigan narsa, ba'zi qizlar bor, subhanalloh, mahrga kitob so'rashar ekan. Meni orzuyim dedi, Shayx hazratlarining hamma kitoblarini olish, shuni mahr qilib bera olasizmi dedi ekan. Bunaqangi ayollardan qanaqa farzandlar dunyoga keladi? Albatta katta olimlar, Imom Buxoriydek, Imom Muslim, Imom Termiziydek zotlar dunyoga keladi.